Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Davlatimiz rahbari boshchiligida mamlakatimizda jamoat xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarning oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurash va aholi muammolarini hal etishga alohida e'tibor qaratib kelinmoqda. Bugungi chiqishimizda 2025-yilning iyul hamda sentyabr oylari davomida shahrimizdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolarning tinch va osoyishta hayotini kafolatlash maqsadida amalga oshirilayotgan ishlar va mavjud muammolar haqida so'z yuritmoqchiman. So'nggi tahlillarga ko'ra, shahrimizda umumiy kriminogen vaziyat barqaror sanaladi. Og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar soni keskin o'sgani yo'q, biroq bu barqarorlik ortida hali ham jiddiy e'tibor talab etuvchi masalalar bor. Ulardan eng dolzarblari oilaviy maishiy zo'ravonlik va spirtli ichimliklar ta'sirida sodir etilayotgan jinoyatlar hisoblanadi. So'nggi vaqtda oila ichidagi muammolar, zo'ravonlik, ruhiy va jismoniy tajovuz holatlari ortib borayotgani kuzatilmoqda. Afsuski, ko'pincha jabrlanuvchilar sukut saqlashga majbur bo'lishadi yoki bunga oilaviy ish sifatida qarash holatlari uchraydi. Bu kabi zo'ravonliklar oilalar parokanda bo'lishiga, bolalarning ruhiy jarohat olishiga, jamiyatdagi barqarorlikka putur yetkazishi mumkin. Har qanday zo'ravonlik jinoyat hisoblanadi. Unga qarshi kurashish barchamizning burchimizdir. Shu maqsadda ichki ishlar organlari va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda oilaviy zo'ravonlikka qarshi kurash uchun maxsus profilaktika guruhlari tashkil etilgan. Jabrlanuvchilar uchun ishonch telefonlari va huquqiy yordam markazlari ishlab turibdi. Mahalla faollari, xotin-qizlar qo'mitalari bilan hamkorlikda muammolarni barvaqt aniqlash va oldini olish ishlari yo'lga qo'yilgan. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, shahrimizda sodir etilayotgan jinoyatlarning bir qismi aynan maishiy nizolar, janjallar va tan jarohati yetkazish holatlari, spirtli ichimliklar ta'sirida sodir etilayotgani aniqlanmoqda. Bu holatni to'xtatish maqsadida jamoat joylarida mast holatda yurish yoki spirtli ichimlik iste'mol qilish uchun ma'muriy javobgarlik choralari kuchaytirildi. Savdo, sanoat nuqtalari ustidan reyd tadbirlari va nazorat muntazam olib borilmoqda. Profilaktika inspektorlari, mahalla faollari va jamoatchilik vakillari ishtirokida axborot tushuntirish ishlari olib borilyapti. Har bir fuqaro xavfsizlik kafolati hisoblanadi. Hurmatli fuqarolar, ichki ishlar organlari o'z vazifasini sidq dildan bajarayotgan bo'lsa-da, jamiyatdagi tinchlik va xavfsizlikni ta'minlashda har biringizning faol ishtirokingiz siz maqsadimizga yetib bo'lmaydi. Shu bois sizlarni oilada tinchlik va o'zaro hurmat muhitini saqlashga, huquqbuzarlik holatlariga nisbatan befarq bo'lmaslikka, zo'ravonlik yoki jinoyat haqidagi har qanday ma'lumotni vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yetkazishga chaqiraman. Aziz hamshaharlar, oila jamiyat poydevori. Oilalarda tinchlik bo'lsa, ko'chalarimiz tinch, shahrimiz osoyishta bo'ladi. Zo'ravonlikka yo'q deylik, mastlikka chek qo'yaylik. Biz kuchli va adolatli jamiyat qurish uchun javobgarmiz va buni faqat birgalikda amalga oshiramiz. So'zim so'ngida barchangizga mustahkam sog'lik, xonadoningizga tinchlik va xotirjamlik tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin. E'tiboringiz uchun rahmat.